biriga bering. Unga falonlar islomning haq din ekanligini shu qadar ajoyib tarzda isbotlashibdiki, qochgani yo'l, kirgani ko'cha topa olmaysan deb ayting. Dindan bexabar tanishingizni ushbu filmni ko'rib chiqquniga qadar kuzating. Undan keyingi holatini ham kuzating. Agar mana shu yerdagi so'zlarimizga quloq osing. Agar Alloh o'zining hidoyatiga olmasa, yuqorida bir necha vaqtdan beri aytilgan so'zlar umuman kor qilmaydi. Va buyuk haqiqatlarni qalbida inkor qilib turaveradi. Mabodo o'zgargan bo'lsa ham, u bizdan bo'lmaydi. Alloh taolo uning o'zgarishini, islomga bo'ysunishini, iymon lazzatidan bahra olishini iroda qilgan bo'ladi xolos. U islomga arziydigan kishi bo'ladi. So'fi Allohyor ham o'z baytida avvalgi holiga qilmanazzora, ani Tangrim aziz etsa nachora degan. Shu o'rinda masalaga oydinlik kiritadigan bir narsani aytib o'tsak, chunki filmning so'nggi qismi ba'zilarda aybni taqdirga to'nkash hissini uyg'otishi mumkin. Birorta odam Alloh menga hidoyat va tavbani yozmagan deb aytmasin. Agar mana shundoq desa, Alloh taolo qiyomatda unga agar sen uni qidirganingda albatta topgan bo'lar eding deb aytadi. Chunki hadisi qudsiyda olamlarni yaratgan zot bandalarga shunday xitob qiladi: "Ey bandalarim, men hidoyatga boshlaganlardan boshqa baringiz adashgandirsiz. Mendan hidoyat so'ranglar, sizlarni hidoyat qilaman." Alloh taolo xitoban mendan hidoyat so'ranglar demoqda. Demak, hidoyat so'ramagan inson faqat o'zidan malomat qilsin. Ushbu hadisdan ko'rinib turibdiki, inson o'z aybini taqdirga to'nkashga sira ham haqqi yo'q. Izlash kerak, o'rganishi lozim. Axir qadimgilar ham bejiz aytishmagan. Eshikning oldiga borib taqillatmay eshik ochilmadi deya olmaganingdek, taqillatilgan eshikning ichidan ham bir kun ovoz chiqishi muqarrardir. So'zimiz yakunida maqsadga ko'chsak-da, gapning indallosini aytsak. Ko'p gapirdik, amalimiz ham o'zimizga yarasha. Alloh taolodan faqat bir narsani umid qilamiz. Buni biz o'zining kalomidan olgan holda aytamiz. Zero Qur'oni Karimning balog'atli ta'rifi turganida boshqa narsalarga yuzlanish noo'rin bo'lgay. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnalloha yahdi man yasha. وهو أعلم بالمهتدين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ha azlar, aslida islom isbot talab qilmaydigan haqiqatlardan edi. Ammo yillar, asrlar bizni asr saodatdan uzoqlashtirdi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam o'z hadislarida yildan yomon bo'lib ketaveradi deganlarida ham katta hikmat borligini ko'rishimiz mumkin. Ammo umidimiz yaxshi, niyatimiz yaxshi. Umid qilamizki, diyorimiz mashhur ulamolarni yelkasida ko'targan va bundan keyin ham ana shunday xolislarni voyaga yetkazadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين